Biz qonun noktası bo'yicha elbette vaqtimizning o'zida shu ayollar o'tirsidagi hissiyotning buzilishini biz ayollarniki shu o'ylanish munosabatiniki oxirlashi deb qaraymiz-ku. Endi o'zim advokat bo'lish ham shundaqlama psixologiyaga o'tgan bir havaskor bo'lish suhbatim bilan men shu nuqtada qiynalmanda, chunki meni oldimga ham deylik ajrashma deydigan odamlar atrofimdagi nurg'onlar tunishtirdim. Tunishtirgan vaqtimizda men ajrash deyilsa pul topolmayman qaranglar. Nimishqa? Abay degandek qonun nuqtasini aytganimizdan o'zida ayollar o'tirishga hissiyotninki buzilishini biz shu munosabatning oxirlashi deb qarasak, undan so'ng psixologiya nuqtasini aytganimizda hissiyotning o'lchami nima? Xo'sh, biz maktabda o'qigan vaqtimizdan o'zida 100 numurlik imtihon sistemasi bo'yicha imtihon beramiz. Buning ichida 60 numur olgan vaqtimizdan o'zida biz layoqatli bo'lamiz. 90 dan yuqori olgan vaqtimizdan o'zida yo'shu bo'lamiz. 100 numur olgan odamni sho'ba deymiz-ku. Xo'sh, undan bo'lsa ayollar o'tirishga hissiyotning buzilishining o'lchami nima bo'ldi? Endi hozir qadar masalan bir 20 necha ayollarningki shu turmushininki asl kelishiga men sababchi bo'ldim. Ajrashma degan holatdan keyin qaytarib ekaldim-da. Chunki 20 necha yil, 30 necha yil ikki oilada cho'ng bo'lgan, bularning bir uyga kirib mo'g'ib bir holatni shakllantirish uchun nurg'ongan bir vaqtlar ketib qoldi ekan. Ham o'sha ayollar bir oila yashash jarayonimizda biz bir-birimizga qisasqarga bir-birimizninki o'zimizning asl oilamizda cho'ng bo'lgan talab ehtiyojimizni qondiradigan vositaga o'zimizniki hissiy to'liqligininki qo'nchiqiga aylantirib oldik ekanmiz. Biroq qarshi tarafdan biz umid qilamiz narsa kelmagandan keyin uning nisbatan qaqshash, uningdan nafratlanish, uni tashlab ketish. Bo'ldilar shuni kuzatib ko'rmasa, deydigan mushtaratlar bo'yicha bo'lib ketganmiz. Biroq shu bir nuqta sal qarayotganimizda men avval musha mehrimni berib baqay. Nurg'onlarimiz bor, hukumat organlarida ishlaymiz. Nurg'onlarimiz bor, oila ayoli diqqan. Lekin hammamiz bir ijtimoiy kollektiv yashash jarayonimizda bizni boshqargan bir odam bo'ladi-ku. Lekin ularga biz shunchalik holatda kamqusaqlik qila olamiz. Masalan, advokat biz vaqtlarning o'zida sudda o'tirib, shunda bir no'ch so'z aytganimning o'zida sudchi advokat to'xtab turing degan vaqtning o'zida men og'zimni yumib o'tirman. Biroq oilda shu yo'lchi bilan ta gaplayotganimizda to'xtab tur degan o'zi nima deb to'xtayman deb jiddan texnik ko'paytirib ketganmizda. Demak, bu biz oilamizga a'zolarga sirtqa qilgan yaxshi muomala qila oldikmi yo'q? Undaqda biz o'rtaq bo'lgan hissiyotni payon qildikmi, yetishtirib chiqa oldikmi yo'q? Unda hissiyot buzilish degan nima? Mushu menimcha uy tutayotgan va yo'qmiz ajrish oldi turayotgan nurg'onlagan o'sha ayollar turmushlariniki bir o'yin beqishlik deyish savoli deb qarayman. Siz o'yin baxtingizmi?